Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadrli musulmon qardoshlar, bugun men sizning ig'tiboringizga bolalar iminligi uchun duo o'qib eshittirishakman. Agarda kerak deb topsangiz, agarda bu duo sizga o'xshasa, do'stlaringizga, to'g'onlaringizga, opa-opalaringizga, ani-atilaringizga, quda-qudog'ilaringizga, ko'rshi-tiralaringizga to'ratig'iz. Savobi bo'lar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya tengdashi bo'lmagan yumart, marhamatli ulug' Rabbim. Sen bizni yo'qdan bor qilib, bizga turli ne'matlaringni bo'lak etuvchi buyuk ilahiy zot. Shusha ne'matlar orasida bizning uchun bekda qadrli bo'lgan ulug' ne'mat ul bizning bolalarimiz. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Hafiz, ya Mujib. Sening go'zal ismlaring ila yalvarib, bizning bolalarimizning o'z rahmatingda bo'lularini so'raymiz. Ya Rabbim, g'aziz bolalarimizga xayrli umr berib, ularning imonli, tavfiqli, tartibli bo'lularini nasib et. Ya Allah, bolalarimizning tanin salomat qilib, ularni har turli avrulardan saqla. Ağırğanlarına şifa ber. Ya Allah, bolalarımızın ko'nglin sof, yoqti, nurli qilib, ularni noshor odatlardan, yomon ko'zlardan, shayton zararlaridan, barliq tur yovuzliklardan saqla. Yordamingdan tashlama. Ya Allah, bolalarimizni gunohlardan, xatolardan ham yomon yo'llarga kirib ketuvlardan emin qil. Yaxshi xuluqli bo'lganlarin yaxshiliklarında davomli qil. Tartibsizlarına yumshoq ko'ngil, ko'rkam xuluq, tavfiq, hidoyat ber. G'azizlarimiz ati-anisin yaratib, hurmat etib yashasinlar. So'z tinglovchan, itoatli bo'lib, tinglovsiz qoti bag'irli bo'lmasinlar. Ya Allah, ya Rabbimiz, bizning bolalarimizni imin qilib, yovuz bandalardan, usal hayvonlardan, tabiat bala qozalarından, yo'l halakatlaridan ham har turli zararlardan saqlovingni bir o'zingdan yalvarib so'raymiz. Ya Allah, bolalarimizga bu dunyo ishida, axirat ishida kerakli, foydali bo'lgan bilim ber. Ul bilim ularga seni yaratib, ham sening qo'shqanlaringni o'tab, matur etib, loyiqli yasharga yordam etsin. Ya Allah, bolalarımızın derecesini yukarı kıl, tavfiq, hidoyat, ixlos, iman, ulu baxit berib, ularni yurak poklig'i, shafqat, marhamatlilik, yumshoq xuluq bilan bo'lakla. Tubanlikka tushuvdan, ham xurliqqa qoluvdan o'zing saqla. Ya Rabbim. Ya Rabbim Allah, bolalarimizga zirak zihin, o'tkin fikr, kamil aql, ko'rkam xuluq, yumshoq fi'l, to'la iman ber. Ular bizning yuz oqlig'imiz, ko'ngil shodlig'imiz bo'lsin. Biz axiratga ko'chgandan so'ng bizga duo qiluvchilar bo'lib qolsin. Rabbana atina fid dunya hasanatu va fil akhirati hasanatu va qina g'azaban nar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin.